Bu prezent qilgan eng yomon ishlardan biri edi. Shunday qilib 15 yil oldin uning bobosi vafot etdi. Ay, Jinursin. Xo'sh, men endi u bilan ko'rishsam bo'laveradimi? Bu xayolimga ham kelmasin. Ichimizda faqat zo'rlari u bilan ko'risha oladi. Demak men zo'rman. Mayli. Hoy bolalar, olam paroq sizlarni chaqiryapti. Yo, Uziko o'zi nimaga bizni chaqiryapti? Bilmaysizmi? Doimgidek ish, yana ishga buyurayotgan shekilli-da. Bolajonlarim, mening kunim bitib qolayotganga o'xshaydi. Shuning uchun ham men ichimdan sizlarni biringizni podshoh qilib tayinlamoqchiman. Xo'sh, kimni tanlasam bo'ladikin, ha? Voy bobojon, mana meni tanlang, sizga yaxshi o'rinbosar bo'laman. O'ziga qochib turing. Xo'sh, men dahshat o'rinbosar bo'laman. Men tanlang, davay. Bo'l, men tanlang. Men boshqa chidab turolmayman. Mayli, mening o'rnimga bu bo'ladi prezent. Shundan keyin esa prezent o'ziga maqsad qo'ydi. Xo'p, birinchisi boy bo'laman, ikkinchisi esa o'zimni armiyam to'playman, uchinchisi esa o'ylab ko'rarman. Shunday qilib prezent soliqlarni ko'tarib boy bo'lish yo'lini tanladi. Hoy, Uziko, Pixel, bu yoqqa kelinglar. Oh, let's go. Yo, bolalar, hoziroq soliqlar 2 barobarga ko'tarildi. Hoziroq to'lab qo'yinglar. Podshohimiz seni taxtga o'tkazib xato qilgan. Bu taxtga biz loyiqmiz. Uziko uni o'ldi. Yo, bu emas faqat. Yo, qoch, yo'q. Kecha YouTube'da cho'chqa degan dahshatgina chiqdi, ko'rdingmi? Qizil YouTube'dami yoki sariqdami? O'zi faqat qizil YouTube bo'ladi, tentak. Daryo toshqin suvlar. Yo, what the fuck? Cho'chqadan bo'lganlarmi? Yo, cho'chqadan bo'lganlar, hoziroq soliqlarni to'lab qo'yinglar. Soliqlar hozir to'laymiz-da. Bunga kelishmagandik. Qoch. Oh, let's go. Hoy bolajonim, nima gap? Hoziroq soliqlarni to'la. Davay, bo'l, ber. Soliqlarni to's. Voy, okay, yo, what the fuck, yo. Bro, nima, sen meni izvasiya qilyapsanmi? Cho'ta bu yerda cho'g'i kam-ku. Mayli, hech qisi yo'q bolajonim. Uf. Prezent. Yo, haydir, to'xtang. Qayerga ketyapsiz? Yo, to'xtang. Jinursin qayergadir ketdi. Yo'q, men bu nasib bosgan joyga tushunman. Yana sizlarmi? Soliq to'lashga kirdik. Soliqqa. Bilya, partikka. Jinursin, bu kim bo'ldi? Iltimos yordam qiling. Hoy, pul topish uchun avval ishlash kerak bo'lmish. Kechirasiz, siz ishlashni xohlaysizmi? O'zi qanday ish? Juda ham oson, orqamdan yuring. Hoy, to'xtang, nimcha tez yurasiz? Yetib oling, sekinroq yuring. Sal, o'pkasi qo'l to'g'ramasdan sekinroq yuring. Okay, yaxshi. Bu yer boshliqning xonasi, unga kirib ishni so'rang. Mayli, o'zi sal g'alatiroq bor ekan-u, mayli. Hoy, kim bormi? Yo, nimaga boshliq? Sen bugundan boshlab soliq yig'uvchi bo'lasan. Bunga qo'l qo'y. Okay, let's go. Yo. Okay, bu yerda nimalar yozilgan? Bla. Xo'sh, farqi yo'q. Va bu yerga men imzoimni qo'yaman. Bo'ldi. Xo'sh, mana bo'ldi. Imzoni ham qo'ydim. Endi esa nima berasiz menga? Okay, yo, nima bu? Yo, granatalarmi? Yo, qani olg'a? Yo, qayk yo'q bo'lib qoldi. Okay, endi mana shu qishloqdan soliqlar yersam bo'ladi. Mana bu yerdan esa birinchi solig'imni boshlayman. Hoy, bu yerda kim bor? Alyo. Yo, what the fuck? Axir bu bezmiya-ku. Yo. Stop. Ana bu yerda nima bor? Yo, what the fuck? Bu ko'zimda nimalardir ko'rinib ketyapti. Doktorga ko'ramasam bo'lmaydi shekilli menimcha. Hoy janob, soliqlarni to'lab qo'ying. Alyo, bu yerda kim bor? Soliqlarni to'lang. Tushunmadim, mana hozir o'sha soliqingni bir joyga tiqib qo'yaman. Bor yo'q, o'ynashma tushunmobilet. Yo, mayli, men birinchi kundan jiterlarni o'lgirdim kelmayapti, Jinursin.
Mayli. Endi agarda oxirgi uyda ham shunday holat kuzatilsa, men ularni o'ldirishga majbur bo'laman. Xo'p, ko'ramiz. Okey, janob, soliqlarni to'lab qo'ying. Soliqlar ko'tarildi. Menga qara, indindan qo'y o'sha soliqga tushundingmi? Borib xo'jayinga aytib qo'y, indindan qo'y dedi deb qo'y. Men hech qanaqa soliq to'lashga vaqtim yo'q. Mayli. What the fuck? Bu kim? Faqat bo'lmas. Ha, mayli. Agarda ular yaxshilikcha ko'nmasa, demak kuch ishlatishga majbur bo'laman. Janob, eshikni oching. Mana chiqyapman. Hozir shoshilmay tur. Yana senmi? Men sen bilan kelishib. Okey, soliq to'lamaganning holiga voy. Hali bundan battar bo'lasan. Hurmatli janob, eshikni oching. Bundan ketyapman. Hozir eshik otaman. Nima sen bilan kelishmagandik? Nima seni qurol? Okey, bu masalani ham hal qildik. What the fuck? Bu yerda ketish kerak. What the fuck? Nima bu? Xo'sh, ko'rmagandaga olamiz. Mayli, ketdik. Okey. Nima, odam ko'rmaganmisan? Okey, hamma ishlarim bo'ldi va oxirgi okey. Soliqlarni to'lang. Mana soliqlar ketyapman. Mana oling, hammasi sizga, faqatgina hamma soliqlar. Okey, mayli. Va yana bir gap, prezident janoblariga salom aytib qo'ying. Ha, u sening janob sanobingni eshitadi. Okey, yaxshi jitel. Manaqa jitel bo'lsa bo'lar ekan. Okey, mana xo'jayin, barchasi cheki bo'lyapti. Mana barcha soliqlarimiz va jitellar ham yaxshi bo'ysunyapti. Egalar, prezident, yaxshi ishlayapsan, davom et. Xo'sh, meni peshan terim bilan topgan pulim nima bo'ladi? Senga shu ham bo'laveradi. Bu juda ham oz-ku. Yo'q, men siz bilan hech qachon ishlamayman. Barchasi qo'llanmada yozilgan. Agar ketsang o'lasan. Nima? Mayli, men hali unaqa so'raman. Hoy, jitel, bu yoqqa kel. Sen aytyapman, bu yoqqa kel. Nima? Senga nima kerak? Menga hozirroq boshliqlaringni chaqirib kel. Davay, bo'l. Boshliqlaringni chaqirib kel. O'sha yerda. Assalomu alaykum. Sizga sovg'am bor. Okey. Xo'sh, mana boshliqlarni o'ldirdim. Endi asosiy ishga o'tsam ham bo'laveradi. Yaxshi. Jitellar. Let's go, jitellar. Xo'p, hammanglar bu yerga saflaninglar. Nimcha ko'psizlar? Okey. Xo'sh, bolalar, sizlardan kim soliq undirayotganini bilasizlarmi? Agarda bilmasanglar, kim ekanligini aytaman. Inqilamasdan tur. Okey. Barchasiga o'sha balo aybdor. U sizlardan bir necha yillardan beri soliq undirib keladi. Xo'sh, uni o'ldiramizmi? Okey, let's go. Qani unda boshladik ishni. Let's go, jitellar. Mana bu parkurdan o'tinglar. Davay. What the fuck, bro? Shu oson parkurda o'tolmayapsizlarmi? Bunaqada qanday uni yo'q qilasizlar? Jitellar. Yana let's go. Okey, sizlar shu yerda sug'urlanib turinglar. Men esa bu yerdan xabar olaman. Okey, jitellar, o'sha bolaning basharasiga otinglar masalan. Jitellar, bo'ldi, yetarli. What the fuck, bro? Okey, jitellar, nima qilishni o'zinglar bilasizlar. Qani, u yerda bombilatinglar. Xo'sh, ko'rinishidan bu yerda hech kim omon qolmaganga o'xshaydi.